Dunyodagi eng katta davlatlardan birini hukumati taklifiga binoan ziyoratga borganimda barnomani ichida dinlar alyansi yig'inida ishtirok etish degan bir band borligi e'tiborni tortdi. Vaqti kelib, fursati yetganda ana shu demak barnomani bandini demak ijro etish uchun o'sha dinlar alyansi, ya'ni dinlar majmuasi, dinlar to'plami deb atalgan joyga olishib bordi. 2-3 tarjimon, Tashqi ishlar vazirligining mas'ullaridan bittasi borsak, majlis bo'lyapti. Bizga tushuntirdi. O'sha yurtdagi mavjud dinlarni vakillari shu yerda bor ekan. Ular hamkorlik uchun, bir-biri bilan tanishish uchun, bir-biri bilan yaxshi munosabatda bo'lish niyatini ifoda qilish uchun tez-tez ana shunday uchrashuvlar o'tkazib turishini aytishdi. Majlis bo'layotgan joyga kirsak, haqiqatan turli dinlarni namoyandasi, vakillari o'tiribdi. Din arboblari emas. Ziyolilar bo'lishi mumkin, qandaydir bir ilmiy muassasada ishlaydigan odamlar bo'lishi mumkin, lekin din arboblari emas. Majlisni olib borayotgan odam aytayaptiki, biz